Qoch. Yo'q, tur bir. Mana tandirda yapmiz. Hozir tandir osamiz. Stopga qo'yib qo'y. Ha. Tartib bosqonini. Mana hozir tandir osamiz buni mana sarkash. Mag'rang. Pichoqni qo'y. Bu echkini enasi bilan ulog'ini. Bu echki emas, bu sarka. Bilaman, o'zim sarka Yo'q. Yuqori machayiga dam olishga dachaga kelib serkashni so'ydik, tandirda osamiz, jeymiz, jotamiz. Mana dam oladiganlar bo'lsa bemalol kelinglar. Katta joy, sharoit dahshat. Daryoni bo'yi bunaqasi hali bo'lmagan. Mana dachani sharoitlari. Dam oluvchilar kelgan, hali ko'rsatib o'tamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tandirga kelingizlar, ijtimoiy tarmoqni kuzatib boradigan kuzatuvchilar. Mana yuqori machayiga dam olish o'tliq joyiga mana tandir osayapmiz. Nomer 1 tandir deb Darbandliklar vizit qilgan ekan, mana chelishni davomini kuzatib boringlar. Ko'ramiz qanday tandir chiqar ekan. Oh. Ana tandirimiz. Endi buni yopsak, ustini berkiting. Tez jo'nib ketadi. Ana o'rtay. Ya bir chiqib bo'lsin. Jo'nib ketadi aka. Qozonda. Mana chekdim. Darbanddagi challenge tandirimizda ochamiz. Qani Darband tandiri nomer 1 deb pishganmi, bumi ko'ramiz og'aynilar. Yo bismillahirrahmanirrahim. Qoch. Burçlarını olaylık. Yana bitti nima sim beringlar. Nima latta. Mana. Qo'lku yog'ni. Mana tandirga kelinglar. Mana kelingizlar, og'aynilar. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, bundan ziyod qanday tandir pishsin. Tushiringlar mana kuygan burchuklarini. Go'shtga urib qoladi. Mana nomer 1 tandir deb mana buni ham aytsa bo'ladi og'aynilar mana. Vizif. Buni ham tushir. Kuyganda tushir mana burchugini. Go'shtga uradi. Mana og'aynilar bundan ziyod tandir pishmaydi mana. Mana qaramagin. Burchugini o'z mehri nimani qaraysan? Mana bu yog'inikilar. Mana quyruqlari bilan. Sochini, mochini. Mana bu yog'i отдельно qo'ydi go'shidan. Sarka qo'ydi go'shidan 2 xildan osganmiz mana.
Ya Allah. Sana. Bir analarga tuğrangin. Ketdik şefa boraylik. Tomda bir yerda. Bilmiyorum. Assalomu alaykum. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilar. Mana hozir dam olish maskaniga kelganmiz. Yuqori Mashay mahallasida 30-40-50 kishigacha joy bor. Mana ijtimoiy tarmoqqa qo'yamiz, kelib ko'rib, bemalol dam olib ketishlaringiz mumkin. Daryoni bo'yida kravatlar, sharoitlar juda zo'r. Hozir dam oluvchilardan borib bir suhbatini olaylikchi, qanday dam olayotgan ekan. Nurobod tumani kollektiv o'qituvchilari 3-maktab. Shashlik totli bo'lsin. Shashlikka qaranglar, shashlik. Shashlikni qarangizlar. Bu sof Mashay o'tinlariga pishyapti-da. Mana direktor bobo muzikani nima qilganlar? Mana bu yog'imiz Daryo. Mana dam olish maskanimiz va shu dar. Mana kay direktor bobomiz. Yağlarga ham dalish kravatlar bor. Mana. Bu yog'ida ham kravat bor. Kelingizlar dam olishga. Mana kay kravatlar, dam olish maskanimiz. Muzrabot tumanining o'qituvchilari kelib mana dam olayaptilar. Assalomu alaykum. Qani ustozlar, qanday dam olayapsizlar? Bu dam olish maskani haqiga nima deysiz? Kep dam olsa bo'ladimi? Rahmat. Juda ham yaxshi tashkil qilgan joyi zo'r, Sarson Daryoni bo'yi, sharoiti zo'r, mazza qilib dam olyapti. Bu dam olish maskaningizga nechta odam sig'adi? 40 Bir telefon nomeringizni bir aytib yuboring o'zingiz. 99 136 Mana telefon nomerlari yana betiga ham yozib qo'yamiz. Mana muzikalar bor. Mana o'choq, sharoit, hamma narsa bor. Mana bu yerga bir domlamiz ham salqinlab. Domla qanday ekan, ta'sirotlardan bir gapiring. Yaxshi, ta'sirot yaxshi, dam oladigan zo'r joy ekan. Mana Daryoni bo'yi. Kim xalaqit bermaydi. Tinchgina maskan. Mana endi kravatlarni ham bir olaylik. Mana bu yerda bitta kravat qo'yilgan. Bu yoqda yana bitta kravat qo'yilgan mana. Ketdik dalshi. Svetlar bor. Mana bu yerda отдельный o'choq. Shashlik qiladiganlar bor. Mana domlamiz bu yerga ham dam olayaptilar. Bu dam olish maskan haqiga biror narsa dengchi, dam olsa bo'lar ekanmi? Mazza qilib dam olyapsizmi? Mana sharoitlar vobshe gap yo'q. Mana yerda bir polvonimiz mana dam olayaptilar. Mana 5 ta kravat bor, mana svet, sharoit hammasi go'zal. Eyla ustozlar aylanib yurib dam olayaptilar. Muzrabot tumanining kollektiv kelgan. Mana bu yog'imiz Daryo. Mana tandirda ochsak yana challenge davomini qo'yamiz.